Siz kimsiz? Bir oydan beri uyimizda yashayapsiz. Erizman, kechirasiz, siz meni uyimga yashayapsiz. Bir oydan beri kelin bo'lgansiz shera. Men erga tegmagan-ku. Obbo, buni espasligi jonimga tegdi. Ismingiz Zaynab. Har 15 minutda hamma narsani esidan chiqarasiz. Ibi, sizga kim aytdi? 8 million marta aytgansiz bu gapni nimaiki? Kechirasiz, sir bo'lmasa nimani qidiryapsiz? Spurgini qidiryapman, ko'rmadingizmi? Ana! Ibi, esimdan chiqib qolibdi. Ha, bir 300 marta supurdingiz beriladi. Aytdim, hamma joy top-tozadi. Ispas. Ispasligi ham foydaga bir oydan beri ovqat demaydi. Men qarang, sizni qo'rningiz ochmadimi? Qo'nim ochdi. Aytdim, nima esimdan chiqdi deb. Ovqat yeyish. Ismim Zaynabligini aytganmanmi? Yo'q. Ismim Zaynab. Tanishganimdan xursandman, erizman. Men erga tegmagan-ku. Ha, o'sha uchun ham 400 martadan beri qichmirlikqa kiramiz. Uf, men bari ketaman. Qayerga ketasan? Xotinimsan. To'yimiz bo'ldi, esingizga yo'qmi? Zaks bo'ldi. Keyin chimildiqqa kirdik 400 marta. Eslamaysiz? Alla yopsiz meni. Bari ketaman. Uydagilaringiz mebel ketirdi uyimga. Ha, 1200 dollarlik mebelni aytyapsiz. Dadam sizga mashina ham berganlar. Ana eslaganing hammasini. Hamma sizga espasman deganman, tupoyman deganim yo'q-ku.